Eleonora maktabimizga 4-sinfda kelgan edi. Rus qizi qancha o'zbek yigitlarini yuragidan urgan edi, do'stim. Men ham oshiq bo'lganman unga. O'zbekchani zo'rg'a gapirardi, keyin ancha o'rgandi. Ha, Ilhomni Ilhom deb chaqirardi. Aytgancha, u hammaning yonini olardi. Advokatimiz edi. Katta bo'lib, yuristlikka o'qidi. Yurist bo'lib ishlaydi. Ha, to'g'ri. Qayerda, kim bilan ishlaydi bilasanmi? Yo'q, bilmas ekanman. U ninja bilan bitta joyda ishlaydi. Ilhom bilan. Ilhom ajrashgan. Eleonora ham bitta farzandi bilan yolg'iz edi. Ular turmush qurish arafasida. Yo'g'e. Rostdan? Rostdan? Bolalar, o'tgan darsda menga vazifani topshirmaganlarning hammasi ikkitadan vazifa bajaradi. Ustoz, ba'zilar musobaqaga ketishgandi. Ularning aybi yo'q. Ular vaziyat qurboni bo'lishgan xolos, to'g'rimi? Bolalar, matematika borasidagi bahsida hamma qatnashyapti-ya, lekin uyga vazifani hamma ham qilmayapti. Nega? Ustoz, buni uyga vazifani qilmaslik deb emas, balki o'quvchining ijodiy tanaffusga bo'lgan huquqi deb baholashingizni so'rayman. Zero charchagan miyam yo jamiyat uchun xavfli. Ko'chirma, bu mening intellektual mulkim. Agar ko'chirmoqchi bo'lsang, kamida bitta Snickers miqdorida jarima yoki shartnomaviy to'lov to'lashing kerak. Matematikadan 2 olganimdan ko'ra Snickers berib, bemalol ko'chirganim yaxshi. Mana bu dumaloqni qara. Do'mboqqina, oppoqqina, shiringina edi. Shukurboyni juda hurmat qilaman. Ko'nglida kiri yo'l bola. Yoshligidan shunday. Maktabda uni hamma masxara qilsa ham pinagini buzmasdi. Yo, u xafa bo'lardi. Bir marta uni masxara qilishgandan so'ng uyga yig'olab ketayotganini ko'rganman. Shukurboy, 100 metrga yugurish mashqini bitta sen topshirmading. Qachon topshirasan? Ustoz, men yugura olmayman. Mening vaznimdagi odamlar yugurmaydi. Ular faqat og'ir vazmin qadamlar bilan dunyoni titratib yurishadi.